Ana hamsamiz uskapa ketibdi. Ketsa, nima bo'lgan? O xotin hammasi bachalari, narsalarni yig'ishtirgan ular. Ya, u priyom qilibdi. Amal qilibdi. O yo'q, rostdan ana yig'ishtirib narsalarni ko'chada o'tiribdi, ular ko'chib ketibdi menimcha. Rostdan. Ha? Yurgan? Yuring. Tezroq chiqing. Keling, qayerga ketyapsizlar? Urushlaringdan bezor bo'ldim. Usi, qayerga ketyapsizlar? İsmat ana seni ko'yoqliging jonima tegdi. Uy qursam ham ko'yasan, mashina olsam ham ko'yasan, o'g'lim o'qishga kirsa ham ko'yasan. Tinch joyga ketmoqchi biz xotin bilan. Ketamiz biz ko'chib. Uylaring nima qoladi? Uy, ana shu uy seni otingga o'tkazdim. Senga sovg'a ana shu. Tushunding? Kerak emas men. Sen ham uy ham. Ketdik xotin. Sizga padarcha. Ketmanglar, urushmayman qaytib. Endi kech İsmat. Usi gapak. Javob bermayapti. Ovozlar tushma kerakdi hamsa. Bekor xafa qildim-da. Bir marta İsmat cho'ra desaydi. Usi gapak. Dada, Ha, turing nima bunda yotibsiz ey? tarki dunyo qildim. Bir hamsaga ketana shunday qilasizmi? Turing yeri og'daraylik 2 kundan beri. Ovozlari tushma kerakdi. Usi gapak. Ket. Ha, shunga siqilish kerakmi? Zato uy bizlar qoldi-ku. Haqiqatan. Ha, uy bizlar. Turing. Endi bacham, hamsan uyda sen yashsan, o'zimiz uyda men yashayman, haymi? Nasib bo'lsa seni uylantiraman. O, zo'r bo'ling. Shu yerga kelin tushiramiz. Tamam. Yur. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Bu egasizmi? Ha, man. Boshqa odam tikka oldin. Oldin hamsa ham, endi men. Tashab ketdi-da, menga tashab ketdi uy. Demak, İsmat siz bo'lasiz, ha? Ha, biz. Endi menga qarang. Bu uy otida 1 milliard so'm krediti bor ekan. To'lamaganligi uchun siz otingizdagi hamma narsa musodara bo'ladi ekan. Sog' bo'ling. Bir nima de? Ha? O'zimiz uy ham ketdik dada. Endi qayerda ishimiz dada? Bechora dadam ko'yga ketgandan keyin jilli bo'ldilar. Turing, hay, tog'amlarga olib boraman. Turing. Chumol. Dadasi bo'pladiga. İsmat'ı yomon qildim. 1 milliard o'g'latdim.